Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Xitay hökumətinin Xotan Qarqaşdakı bir qism beguna Uyğurlarni nima səbəblərdən cəza lagerliğə solğanlığı toğrusida yaqında aşkarlanğan hüccətlər üstə söhbət edib barımız. Biz bu münasibət bilan Gollandiyadakı Uyğur fəaliyyətçi Asiya Abdulahad xanım bilan Uyğur advokat Nuri Türkel əpəndini bu söhbətə alayid təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz. Rəhmət sizə. Rəhmət sizə. Ərzməydi. Onda olsa birinci sualda mən Asiya xanım sizinlə başlay. Bu qarqaş hüccətləri nə həm də bir qancha adımla aşkarlanırlar, həm də bunun əsası məqsədi mi bunu aşkarlaşmaq? Bunu aşkarlaşdığın əsas məqsədi yanıla Xitayınki cinayət paketlərini xalqarağa bildiriş. Çünki bu qarqaş hüccətləri əslində ötən il 11-25 günü Dünya Müxbirlər Birləşməsi tərəfindən dunyoga e'lon qilingan 24 parcha maxfiy hujjatdan birga kelgan hujjat o'xshash manbadan, o'xshash odamdan avatilgan. Faqat oldingi bir necha kunlik farq bor. Oldingi hujjat e'lon qilindi, keyindan endi bu hujjat e'lon qilindi. Bu ikki hujjatningki bir-birini to'liqlash orqali Xitoyninki shu bizning vatanimizda qanday bir jinoyatlarni o'tkazatdi. Ular atayotgan atalmış tarbiyalash markazi, tarbiyalash markazimi yoki haqiqiy yo'sindagi lagermi? Bu jihatlardagi kişilərinki kalıstaki iniqsizliklarga cavab deb berdi bu hüccətlər. Nuri əpəndi, bu hüccətlər çıxqandan ki, Amerikanın məşhur CNN televizor kanalı sizni ziyarət qılğan boldu. Sizningcə həm də bu hüccətlərin aşkarlanışına həm də qandaq bir siyasi əhəmiyyətə ega? Nəhayət əhəmiyyəti zor bir aşkarlanış bu. Bunu ictimai, siyasi, qanuni və diplomatik cəhətdən bölüb qaraş mümkün. Qanun cəhətdən həm də bu biz qanunçılıqda bunu delil deyimiz, hard evidence deyin gəp. Bu bir yerdən Uyğur təşkilatları yoki Uyğur mütəxəssisləri yoki bir təşqi chet el hökumətlərindən qıvatqan gəp emas. Özlərininki yürgüzətqan siyasətinin namayəndəsi guvalıq isbatı bolğan üçün bunu sot məhkəmələrdə authenticated deyimiz iniqlanğan delil hesablandı. Siyasi cəhətdə aytqan çağda bu dünyanın hər qaysı yerlərdəki Amerikanın konqresi olsun, hökumət olsun, Avropadakı ellər olsun, həməsinin siyasətçilərinin bunu delil qılıb durub özlərinin dövlətlərdə siyasi tüzülmə qayda çıxırğanğa yetəkçilik qıldığan, türk olduğan bir səbəb. Yəni ictimai cəhətdə aytqan çağda bu dünyanın hər qaysı yerlərdə hazırgıca şu cemaatçilik arasında bulup Müslüman dünyası deyimiz başka garip dünyalarda Xitay qandaqdı terrorizm qarşı yoki aşqınlıq qarşı bir hərəkət edib atqandək görünüb atqan bir vəqənin bütün Uyğur xalqıga kən köləmlik, səbəbsiz, qanunsuz tutqunluqqa mübtila bolğanlığınınki ifadəsi oldu. Həm də diplomatik cəhətdə aytqan çağda xalqaralıq təşkilatlar, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı deyimiz, onundaki başqa xalqara sot məhkəməsi deyimiz, bularınki bunu Malta ilə köp dövlətlər arasında bir diplomatik pozisiya tutulğanğa bir qədəm basqışdan oturğa çıxışqa səbəbçi oldu. Şuna bunun ictimai, diplomatiya, siyasi və qanuni cəhətdən aid əhəmiyyəti zor bir delil isbat deb görürəm mən. Nabısa Asiya xanım, bu qitim elan qılınğan həm də qarqaş hüccətlərinin ötən ili New York vaxtı gezdi. Amma ondan keyin xalqaralıq təkşürücü jurnalistlar institutu aşkarlanğan o hüccətlər bilən həm də qandaq fərqi var? Aldın qitim aşkarlanğan iki qitimlik hüccətnin birincisi New York Times'ninki aşkarlanğan tözüşbətlik hüccətdə. Bu lagerlar məsələsinki Xi Jinping'in buyruğu ilə bolğanlığı isbatlanğan. Ondan keyinki 24 parça hüccətdə Ruhaylı başlıq bizniki vətənimizdəki bu Xitaylarınki lagerlar məsələsini qandaq, yəni lagerlar siyasətini qandaq yürgüzgənligi, qançaq adam tutqanlıq, qandaq usullar tutqanlığı degəndək, bununla dair inçik təfsilatlar bardı. Əmdə üçüncü qitimlik bu hüccət faqat tizimlik. Bu tizimlik noqul yo'sindagi adamlarning ismlari bo'lib qolmasdan buni ustidan nurg'unlagan inchik detallar bor. Masalan, lagerlarda tutilgan odamlar zaten nima uchun tutildi? Ana degan bularniki munosabat doirasini 3 turga sanchali utfu deb ayiribdi ular 3 chambar bo'yicha, ya'ni o'ziniki jamiyatdagi aloqasi, diniy jihatdagi aloqasi, ya'ni urug' tuqqandoshlik munosabati shu turlarga ayirib, shu har bir munosabat doirasidagi odamlarni buni ichiga akirib turib, mushtaq bir arxivlashtirgan bir tizimlik hamda.
Bu tizimlikdə adamlarniki nima sababdan tutilganligi, qanchalik lagerda qanchalik vaqt yotadiganligi, andan keyin ularningki diniy munosabat nimasi, diniy aloqasi, qanchalik darajada ekanligi, qanday diniy faoliyatlarda shug'ullanganligi, jamiyatdagi o'rni, andan keyin jamiyatdagi aloqasiniki qaysi darajada ekanligi, o'zining ideyasiga ta'sir ko'rsatgan, ya'ni diniy e'tiqod, milliy kimlik degandek u taraflarga ta'sir ko'rsatgan yoki shunday narsalarning shakllanishiga sabab bo'lgan omillar. Mush narsalargacha nihoyatda inchga uningda ashtaq yozilgan, hukumat tomonidan yozib arxivlashtirilgan bir tizimlikda hamda. Mushtaq bir tizimlik. Bu tizimlikdan nima nisxil bo'ldi deganda, shu Uyg'urlarningki nihoyatda odatki Mesela hazır nurg'un medialarda har xil temalarda chiqdi bunga doir xabarlar. Mesela Uyg'urlar saqal qo'yganligi uchun, ko'proq balliq bo'lgan, farzandlik bo'lganligi uchun yoki yog'liq chekkanligi uchun yoki juma namoziga borganligi uchun degandek odatki, ya'ni butun dunyodagi musulmonlar har kuni shug'ullanib turadigan, butun dunyodagi har xil e'tiqoddagi kishilar normal deb qaraydigan bir diniy faoliyatlarningki Xitoyning nazarda radikallik, terrorlik deb qaralib, bularni butun huquqlardan olib tashlab, lagerlarga qamayotganligi, ya'ni Uyg'urlarning qanday bir sharoitda lagerlarga qamalganligidek bir reallikni yo'ritib berdi-da bu. Unda bo'lsa, Nuriya apandi bu qarqash hujjatlari oshkorlangandan keyin hamda Amerika boshchiligidagi g'arb ellarning bu hujjatlarni bo'lgan inkosi qanday bo'ldi? Bu yerda bir hayronlik his qilinmadi. Chunki 11-oydan beri 2 qitim Müşuna oxşan məxfi hüccətlər oturğa çıxandan keyin sizin xəbəringiz var. 12-ci ayın 3-dəki qanunga avaz verişdi bu. Şu onun aldı aşkarlanğan 2 hüccətninki qancha rol oynaganligini ko'radigan. Endi hozir yengisi bu Xitoylarninkilikka o'zining qonuniga xiloflik qilayotganligini namoyon qiladigan bir bishorat bergan uchun, masalan, pilalliq tug'ut. Uyg'urlarga e'tibor bilan 2ni tug'ishga yo'l qo'ygan hukumat, bola tug'ding degandan bana qilib, pasport iltimos qildi, pasport iltimos qilishga unda pasport iltimos qilganlarni ishchiga olib ketishi, bu Amerikadagi tashqi siyosat mutaxassislarining orasida, muxbirlarning orasida, hukumat xizmatchilarining orasida biz demidikmi, bu bundan ig'ir ishdi degan bir tushunchani muayyanlashtirdi. Davası Asiya xanım, bu hüccətlərinin oshkorlanishi bilan Xitoy hukumatı buni yağan deb hamda bildirdi. Davomli hamda bunday narsa qilsam yağan deydi. Hamda sizning buningga deydigan qanday bir javobingiz bor? Uning inkos qaytarishningki bak alayda zaruriyati yo'q deb qarayman. Men ko'rdim Global Times'ninki bu vaqtdagi yozmasini. Uning oldidagi hujjatlarga shunday bayonot bergan, hatto men ustimdimmi, sen g'arb ellarida diqqat qilishing kerak bexatarlikka degandek sabsatlarni ko'tarib chiqqan. Uningga hech qanday bir munoziralashishning hech qanday zaruriyati yo'q. Chunki bu hujjat hammani isbotlab turibdi. Shu uni bilan munozirlashish yoki uni hech qanday inkos qaytarishning zaruriyati yo'q deb qarayman. Bunda bo'lsa, Nuriya apandi bu normal diniy faoliyatlarni olib borganlik uchun Uyg'urlar buni apirib solab qo'yganligi aniq bo'ldi bu hujjatlar orqali. Ba'zi mutaxassislarning deyishicha, hamda Xitoy hukumati amaliyoti bu yerda hech zaman terrorizmga ya diniy asabiylikka qarshi tug'un yo'q. Bular amaliyotda bir millatga qarshi bir xil kurash olib beryotdi deb tushundirmoqda. Sizningcha bu qarash to'g'rimi? Bu hujjat bilan 3-chi qitimdagi bu hujjat bilan biz necha vaqtdan beri tashviq qilayotgan, tushuncha yuratgan ikki uqumga texim aniq tushuncha berildi va dalillar bilan. Birinchisi bu irqiy qirg'inchilik masalasi. Inglizcha buni cultural genocide deymiz. Bu cultural genocide degan o'z vaqtida shu qirg'inchilik ehtimomisi qo'yilgan vaqtida aniq hukm berilmagan, lekin agar uningda yosh o'smirlarga, madaniyatiga maqsadlik, nishonliq hujum qilib, bitchit qilish, buzish niyatida bo'lgan bo'lsa, jismoniy zaxmga uchirmagan taqdirdami genocide, milliy qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik hisoblanadi degan mushtaq bir qonuniy tushuncha bor. Hamda hozirgi bu 3 yillik dokumentdan bo'lib, yaqinqisdan buni ko'rilish mumkin. Chunki buningda tug'ut cheklash masalasi bor. Bu madaniy qirg'inchilikning alomatlaridan biri. Hamda ikkinchisi bu zot qandaq bir kamp. Ba'zilar deydi tarbiyalash markazi deydi. Hatto shu g'arb ellardimi Uyg'ur xalqiga yesdoshlik qilayotgan, Xitoy hokimiyatining yurgizayotgan siyosatiga noroziman bo'layotgan insonlarmi shu concentration camp degan hukmni ishlatishga jur'at qilolmadi. Buni rohat ishlatadigan bir kelima. Chunki 11-oyda New York Times oshkorlagan hujjatda Xitoylar Jijong degan kelimani ishlatgan.
Jejong deganning ma'nosi concentration, to'plab jazolash degan gap. Undan boshqa dunyoning tarixida shu o'xshash tipdagi Nazi kamplaridan tortib Japanese internment hammasi qaraydigan bo'lsak, o'xshaydigan bir necha alaylik va birinchidan buni tutadiganlarning nishoni siyosiy, diniy va milliy sabab bo'ldi. Buni ko'rib turamiz. Ikkinchidan qonunning sirtida bo'ldi bu. Faqat qonuniy jarayon bo'lmaydi, tutish buyruq tushirilmaydi, sotlar tartib ayblanmaydi. Uchinchi alayligi, bu yerga kirgan insonlar o'zining nimaga kirganini uqmaydi. Endi to'rtinchi alayligi, ular qo'yilib berilgan taqdirdami, nimaga qo'yib berilganini uqmaydi va ularga to'lam to'lanmaydi. Endi mushundaq tarixiy o'rnaklarga qaraydigan bo'lsak, qonuniy tushunchalarga qaraydigan bo'lsak, bu 3-qitimliq hujjat bilan bu Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligidan boshqa Xitoylarning bilib turib, shu kelimlarni ishlatib turib va tarixdagi shu kamplarni o'rnak keltirib, o'rnak qilib turib, hozirgi jazo lagerini tasdiqlaganini ro'shan ko'ra olamiz. Shuning uchun milliy qirg'inchilik, jazo kampi deyish mencha mushu dalillar bilan texnik mantiqli bir ko'z qarash deb tushunaman. Sizlar davomli Amerikaning Yevropaning hukumat amaldorlari bilan ko'rish jarayonida bu masalani o'tirib qo'ysanglar, ular qanday inkos beradi? Uni rad qilmaydi, chunki bu yerda buningki qonun tushunchasi bor. Abay deganga o'xshaydi. Dunyoda hamma dunyo tarixda bo'lsin, qonuniy sud mahkamalarida bo'lsin, buni izchil qabul qilgan bir tushuncha masalasi bor. Nima zodi concentration camp degan so'zni hozir hech qanday bir hukumat dadillik bilan o'tirib qo'ygan yo'q. Amerika hukumati ham internment camp deb ishlatyapti. Chunki bularningki o'zligimi o'z vaqtida Guantanamo masalasida shu concentration camp degan kelima ishlatish to'g'ri çok talash tortish bo'lgan. Bu yerda hozir o'zgaryapti bu. Mana shu bo'libmi, shu mutaxassislarning orasida Adrian Zenz deymiz, Jim Millward deymiz, shu tonilgan Uyg'ur mutaxassislari bu kelimlarni keng ko'lamda ishlatyapti. Bu o'zgarishni ko'ryapmiz hamda. Bu hukumatlarningki bundaq aldaqayning dasishida bu diplomatik so'z bilan elib berilayotgan bir tashviqot xizmati bo'lgani uchun, bu Amerikaning yetakchiligida pek qattiq so'zni ishlatsa, uning tushunchasini qiladi, shuni darhol qabul qila oladigan kelimlar ishlatyapti. Lekin kitob o'qigan, tarix bilgan, qonun jihatlardagi tushunchasi yetarli bo'lgan insonlar buning haqiqatan tarixda ayblangan ichinarlik, yerginishlik kamplarning hech qanday farqi yo'qligini bilib yetamiz. Chunki bu yerda bundan boshqa Xi Jinpingga 2014ning yog'i maslahat berayotgan, ilmiy maqola yozib berayotgan va qonuniy nimaliga challenge, to'sqinlik uchun qanday agib o'tishni o'rgatayotganlarning hammasining o'rnak ishlatgan o'rnaklari shu Auschwitz bilan Dachauga o'xshaydi. Bu yana natsiyalarning kamplari. O'xshaydi shuningga. Bunda bo'lsa, Asiya xonim, sizningcha qarqash hujjatlarning oshkorlanishi Xitoy hukumatining 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlarni lagerlarga solashning haqiqiy maqsadi oshkorlandi deyish bo'lamdi. Menimcha bo'ladi, chunki men bunga doir izlash olib berayotgan xili uzun bo'ldi. Bu jarayonda shu ishninki yuz berishningki zodi bosh sababi nima degan nuqtada izlanganimda, bu masalaninki shu taki 2010-yildan burunqi shu Huangangning ikkinchi avlod millatlar strategiyasi degan shunday bir narsani, ya'ni planni yezib Xitoy hukumatiga topshirgan shu yerga taqishadiganlar. Bu ikkinchi avlod millatlar strategiyasi degan nima demo Huangang tilga olgan mundaq bir nuqta bor. Ya'ni Uyg'urlarningki 5-qitimliq nopus statistikasida Uyg'urlarning nopusi Xitoy bo'yicha 4-o'rindagi o'ringa chiqqan. Lekin bularningki milliy kimlik tuyg'usi bu to'g'riliq statistika qilgan. Bu statistika qanday qilgan deganda nihoyat inchga dehqonlarga, ishchilarga, xizmatchilarga, kadrlarga, ziyolilarga, o'quv boshlang'ich maktab, o'rta maktab, hatto oliy maktab o'quvchilarigacha ayrim turga bo'lib statistika qilgan. Hamma statistikani yig'ib ko'rib baqdim. Ana bu statistikalardan chiqqan yakun nima ekan deganda, Uyg'urlarning ichida 80-yillardan keyin tug'ilganlar bilan 90-yillardan keyin tug'ilganlarningki Uyg'urlik milliy kimlik tuyg'usi o'zini jungolik hisoblashga qaragan vaqtida, ya'ni jungolik kimlik tuyg'usini qabul qilgan qaragan vaqtida yuqori o'rin turdi ekanda, 92% deb men aytgan esimda. Shu Uyg'urlarda nima uchun bunday milliy kimlik tuyg'usi bo'ldi? Bularda asli Junxo millati kimlik tuyg'usi sing'ish kerak. Shu hukumat bularni Junxo millati kimlik Junxo millati oilasiga akirish uchun bularga majburiy siyosatni ishlatish kerak yoki assimilyatsiya qilish siyosatini ishlatish kerak. Uning maqolasida shu narsa aniq o'tirib qo'yilgan.
bu qatam mushu qarqash hujjatlardami bu nuqta bor. Ya'ni qarqash hujjatlarininki eng nuqtliq qismida, ya'ni 80 lagerlar qamalganlarninki 80-yildan keyingi ishonchsiz kishilar, ya'ni xatarlik odamlar, ya'ni 90-yildan keyin tug'ilgan xatarlik odamlar degan nuqta bor. Bu nuqta bilan bu Xuanganning kichkina davlat millat strategiyasida bu nuqta bir-birisi bilan mos keladi. Shunaqa bu nuqtadan qaraganda buningki milliy qirg'inchilik, ya'ni irqiy qirg'inchilik ekanligini, ya'ni uzun planlangan bir irqiy qirg'inchilik yo'qlab qartilgan. Shunaqa bir qirg'inchilik ekanligini ko'rib bo'ldi. Nuriya apandamda bu qarqash hujjatlari e'lon qilingandan beri, hamda buni abaysiz deb atab ketgandek bu bir dalil isbotning o'rnida hozir. Buni albatta Amerika boshliq g'arb ellari hamda bu hujjatlarni albatta muhim deb qaraydi. Sizningcha bu hujjatlarning oshkorlanishi bilan Amerika va g'arb ellari qanday bir tadbirlarni qo'llashi mumkin? Bu yerda bir qancha ishni qila oladigan bir necha ish bor. Bu Xitoy hokimiyati olsun ya boshqa hokimiyat olsun, ularningki qilmishini, siyosatini o'zgartirish uchun ular eng ko'ngil bo'ladigan nozuk masalalarni tep chiqib buningga taqobil turish kerak. Birinchi hozir g'arb ellari qila oladigan narsa hem de hazır 3. ayda şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Kişilik Hukuk Komitetida yığın içildi. 46 devletninki 16'sı onunla avaz berse bu emergency session açalaydı. Emergency ciddi yığın açalaydı. Bunu derhal oylaşı gerek. Eğer Amerika'nın da bulmagan bilen ittifaktaş devletler var. Şu hazırki şu milli kırgınçılıkninki tesir uçurgan Uygurlar yaşayan Kanada var. Başka Avustralya ve başka devletler 16 devlet bir yerkese bir emergency session'e oturup çıkış mümkün. Birinci. İkinciden bu 2022 yılı içildiğin olimpiknin toxtamını başkadan körüp çıkış gerek. Bununla bu Amerika'da yedekçilik kıvatıda başka devletler mi? Bunun avaz veriş gerek. Bu Fukumbek addi. Eğer sen 3 milyona yakın uzanlıkı vatandaşlarını ceza lagerda tutuvatkan bir devlet bundaq bir olimpikdeki xalqaralıq tantaribiya yığını açman deysenken sen bilen burun tüzgen ehtinamımızını, kelişimimizni başkadan körüp çıkamayız dep şart koysa bununla Xitay kulak sılı dep oylayman. Yani üçüncüden de hazırkı bu virüs meselesinden vaziyetten paylanıp bu Dünya Sağlamlıq Teşkilatı'nınki şu lagerlar bir tekşürüşünü kolu keltiriş gerek. Çünkü bu hazır virüs kamplık kirkese bunu oylığın olmaydan, kıyas kılığın olmaydan ölüm hadisesiga duch kelishi mumkin Uyg'urlar. Shuning uchun bu bir taraf. Endi 4-chi tarafi bu United Nation qurilgan chog'da shu bizga o'xshash hozir aytilayotgan masalalarni hal qilish uchun qurilgan 2. Dunyo urushidan keyin mana qirg'inchilik o'tirib chiqmasin, inson haqlari depsandonmasin qo'g'ilish kerak. Buningda United Nation'ni yetakchilik bilan Muşunun pozisiyeti şu hazır qarab baxsanız bir baş sekreter hazırgıcı bir ifade bildirmedi. Hem de ahirki mesele biz bazı devletler ifade bildir davetimiz ifade bildiriş şu söz o. Bir emeli hareket oluş gerek. Hazır bu emeli hareketinin örnekini Washington'da görüyoruz. Ötken yıl 10. ayda 28 Xitayning entitesini idaralarini tizimlik kaldı. Onun tesiri Xitayning iqtisadiga boludu. Ondan keyin bu g'arb ellerindeki başka devletler mi Amerika o'xshash bu Xitayning amaldarlarının qolini silip balalarını o'qitqini bardigan, sayohat qildigan sayohat erkinligini cheklash kerak. Undan başka şu başka Uyg'urlar yaşatgan devletlerdeki parlamentlarmi o'ziniki Uyg'ur siyosatini o'tirib chiqarish kerak. Buni qandaqdir bu Amerika yetakchilik qilib qilyotidi, mushqnimiz qilamiz emas. Bunlarga tang ovoz qo'sh majburiyati bo'libmi Yevropadagi devletlar. Men buni ko'pincha ajnabiylarning suhbatida jiqdayman. Bu faşizmda yaşagan, onu kögen Nazi Germany'nin derdini tatqan Yevropa ellerinden birisinden bir küçük sada çıkmadı. Bu bir eceblenişken içinarlıq bir ahval. Hem bir yerde bu Xitayga Airbus artdan setiş mühim mu yoki tarixning takrorlanmasligini aldığınlış mühim mu? Bu yerde bir ahlaki mesele ve vicdan meselesi. Bir yerde hazır Xitay dünya cemaatçilikinin vicdanını ölçətidir. Vicdani borcunu qanchalik icra qildiganligini buningga dunyo jamoatchiligi yo'l qo'ymaslik kerak. Asiya xonim, siz o o'zingiz Gollandiyada, ya'ni Yevropada yashash munosabati bilan siz hamda Yevropa birligidan masalan yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bir talab qilgan qanday bir harakatlar bor? Yevropadagi davlatlardan Uyg'urlar uchun bir kuchli ovozni anglamadim bugunga qadar. Endi albatta masalan men Gollandiyada yashayapman, Gollandiyada Uyg'urlar duch kelgan masalalarga ko'ngil bo'lish bor. Lekin qonun chiqarib Uyg'urlarni qo'g'dash
Uyg'urlarning huquqlariga alayda ko'ngil bo'lish bundaq narsa undaq pek kuchli emas. Endi bugun bundaq bir kuchli bir isbot, ya'ni Xitoyning jinoyatini oshkorlagan bir kuchli isbot, irqiy qirg'inchilik bo'layotganligi, vaziyatning jiddiy ekanligi bo'lib, hozir koronavirusi tarqalyapti Xitoyda. Bu vaziyat texmo keskinlashishi mumkin, Xitoy bundan foydalanishi mumkin, Uyg'urlarning hayoti qilish ustida. Shu mushtaq ahvolda Yevropa ittifoqi buni cho'qim jiddiy qarash kerak. Nuriya Panda, albatta bu keyindan bu 3-chi qitim nihoyatda bir cho'ng shaklda Xitoyning ichki hujjatlari endi oshkorlangan bo'ldi. Bundan keyin yana davomli bunda narsalar oshkorlanishi mumkin, chiqishi mumkin albatta. Hozir hamda buni Uyg'urlar oshkorlayotgan bo'lsa, kelgusida Xitoylar oshkorlab qolamdi, biz bilmaymiz. Endi bunda hujjatlarning davomli oshkorlanib turishining hozir Uyg'ur vaziyatiga qanday bir foydasi bor? Bu ahamiyati cho'ng. Siz bilasiz, tarixda Nuremberg sud ochgan chog'da, Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu Hitlerninki yuqori darajalik askariy amaldorlar emas, askarlarni jazoga tortgan. Endi Xitoylar o'ylash kerak, bu dunyo jamoatchiligida, dunyo sahnasida, madaniyat sahnasida bir o'rnini mavjud qilib tura olamdiq, tura olmamdiq. Bu davlatimizni shunday zavolliq yuz tutamdi yoki buni bir durust dunyo jamoatchiligiga hurmatga erishtirilgan bir davlat qatorida o'tirib chiqaramdiq degan savolni Xitoydagi amaldorlar xalqqa so'rash kerak. Agar buning javobini yaxshi topa olgan vaqtida bundan keyin bunda ishlarni, bunda dokumentlarni o'tirib chiqishayotda Xi Jinping hokimiyatiga e'tiroz bildirib, uningga qarshi chiqadigan kuchlarni o'tirib chiqishi mumkin. Bu bir vijdon masalasi. Uyg'urlarga bo'lsin, chet elliklarga bo'lsin, Xitoylarga bo'lsin, bu bir English matter of conscience deymiz, bu bir vijdon masalasi. Endi hozirgacha mana Nazi Germany'ning gapini qatdimiz, 1940-yillarda bo'lgan voqeani. Bu Xitoylarning o'zini so'rash kerak. Sen tarixda shunday Nazi Germany'ning takror bo'lgan sayıpstin yerilişini xalamsa, xalamamsa, qandaq bir dövlət lazım, qandaq bir keləcək senin evlatlarına lazım degan sualını so'rash kerak. Bunda avvalosida bularning ko'pincha vaqtida bizning kutadigan emas, teshdan bu har xil leverage, har xil vositalarni ishlatib besim davom qilish kerak. Kichik so'rin bo'lsin, cho'ng so'rin bo'lsin, hukumatning yuqori darajalik odamlari bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, davomli so'zlab turish kerak. Chunki bu bir normalsizlik. Mening endish qildig'im xalqaro jamoatchiligimi, Uyg'urlarmi, Xitoylarmi buni bir yangi normal deb kunab qilishdan ensirayman masalan shaxsan. Buni yo'l qo'ysa, bundan cho'ng masalalar chiqadi. Bu hozir Uyg'urlarning hayotini, ziminini, buningki vijdonini bir laboratoriyadagi bir nimaga sinoq nimasiga aylantirib oldi materialga. Buningki natijasi ularning orzugidek chiqsa, bu boshqa davlatlarningki qo'llangan bir usulga aylandi. Demişim hozir o'tgan yil 5-oyda e'lon qilgan hujjatlarga qaraganda 18 davlat Xitoyning shu Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatini to'g'ri siyosiy o'qitishlikni oldini oladigan siyosat deb ko'rib, qabul qilib bu texnologiyani ishlatyapti hozir. Bu dunyoninki buni inglizcha revisionist policy deydi. Bu Xitoyninki dunyoninki shu qonun tuzilma demokratik sistemini ag'dirib tashladigan bir sabab bo'layotgan narsa. Shunga bu Yevropalar bo'lsin, Amerika bo'lsin, uyg'undigan masala bu. Bu oxir bu Uyg'urlar bilan to'xtab qoldigan yoki bo'lmasa Xi Jinping hokimiyatlar yoki Kommunist partiyaning qandaq bir partiyaliklar bilan to'xtab qoldigan masalamiz. Bu dunyoga yurgizilayotgan, kengayayotgan bir texnik asos kengayayotgan bir vahima. Bu Asiya xanım bu abaytını siz de ötüp gettiniz, Nuriyim de ötüp getti. Mesela hazır bu tacizman virüsün taqılışı Xitay'dı. Bu taqılıp hazır Xitay'nın işi de 65 milyona yakın insan qamılıp, hazır bu virüs hatta bizden vatangim berip, biz mu Uyg'urlarga yuqqanligi to'g'risida xabar berdik. Bu to'g'risida o'lgan odamning soni 1-2 mingga yaqin bo'ldi. Shuning bilan hamda Xitoy hukumati buni vaqtida kontrol qilmay, bir taraf qilmaganligi uchun Xitoyning ishidimi Xi Jinping hokimiyatiga bo'lgan norozilik, qarshilik bo'lgan sari kuchaymoqda. Sizningcha bu virus sababini balkim Xitoy hukumatining ichi yoki deyishidan bo'lsin, bu Xi Jinping hukumatiga bo'lgan besim kuchayib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatida yoki ichki siyosatida bir xil yumshoqlik bir nimalar shakllanishi mumkinmi? Yumshoqlik shaklida deb qaramayman. Chunki Xitoyningki ichki qismida hozir ziddiyat haqiqatan siz deganda kuchli, koronavirus sababli. Endi Xitoy hozir butun kuchi bilan buni xuddilik o'lim oldidagi bir jon talashayotgan odamdek butun kuchi bilan o'zining hokimiyatini qo'g'dashga tirishyapti. U yerdagi ahvollar haqiqatan Xitoyningki iqtisodiy, siyosiy, tashqi diplomatiya degan hamma taraflarga ta'sir ko'rsatganligini ko'ryapmiz. Endi buningki oqibati zodan nega berib to'xtaydi, buni hozir aniq hukm chiqaramaydi hech kim. Lekin
Xitoyga zo'r ta'sir ko'rsatgani aniq. Masalan, iqtisodiy jihatda hozir sayohatchilik, aviatsiya deymiz, yemek-ichmek sohasi deymiz, masalan, to'r savdosi deymiz, nurg'un sohalarda ziyonga uchradi bular. To'xtadi asos jihatdan xizmat to'xtadi yerda. Siyosiy jihatda endi Xitoyning ichki qismidami, masalan, Shuran Rui deydigan bir professor g'azablangan kishilar hech nimadan qo'rqmaydi degan temada bir maqola e'lon qildi. Bu maqola Xitoyning ichida nihoyat zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Undan keyin yaqinda necha kun oldida bir blog biz so'z erkinligini xohlaymiz degan temada bir blog chiqib, bundan keyin ko'rilish nisbati 2 milliondan oshib ketibdi. Ya'ni demak, Xitoyning ichki qismida xalq ko'rdi uni. Xitoyniki qanday bir hokimiyat ekanligini, ya'ni hozir koronavirusning mushunchalik zo'r oqibat olib kelishi, ya'ni Xitoyniki siyosiy tuzilmasidan kelib chiqqan bir sabablik ekanligini Xitoyning ichki qismida xalqlar ko'rdi. Hozir dunyomi Xitoyning tuzilmasining qanday bir tuzilma ekanligini hozir tushunishga boshladi. Hong Kongning chegarasini chegar taqash masalasida yaxshi tadbir qo'llanmaganligi uchun hozir Hong Kongliklarmi buni o'kti qo'yib, hozir ishchi xizmatchilar ish tashlash, doktorlar ish tashlash bunday voqealar kelib chiqadi. Endi bu voqealarning oqibati Xitoyning hokimiyatiga berib ta'sir ko'rsatdi yoki Xitoy hokimiyati bu ishlardan bir o'zi pessimist qilib ichki vaziyatida, siyosatida ozroq bir yumshoqlik olib boramdi. Buni hozir hech kim tasavvur qila olmaydi. Balki har xil ehtimollik yuz berishi mumkin. Bu Nuriye Efendi bu 20 fevral günü Wall Street Journal'da şimdi onun da bir çoğun makale ilan kılınıp yani Xitoydagi muqimlikning ilk şekli yani reallikda bu yok ama virus orqali buni ko'ryapmiz. Bu maqolda asosan deyilgan gap uningda yani Xitoy hukumati uzun ya Xitoy xalqiga o'zining erkinligini bermay, biz faqat iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilamiz. Sen bay bo'lsa qo'sg'on to'ydi, bizga mushatmaysa degan. Ammo hozir bu Wuhan bu virusning tarqalishi bilan puli bor Xitoylarmi hatto doktorxonaga boramay, davolanmay, uyda qamal qilib nurg'unlar kasal bo'lib, hatto o'ladigan bir darajaga kelgan vaqtda hozir bu Xitoydagi muqimlik yoki Xitoy kompartiyasining Xitoy xalqiga bergan bu va'dasi hozir bir pachaqlab tashlanmoqda. Shuning bilan bu Xitoy xalqining bu Xitoy kompartiyasiga bo'lgan noroziligi texim oshidi deb o'tirib qo'ydi. Siz bundan qanday qaraysiz? Bu yerda bir necha taraf bilan qarash kerak hamda. Birisi Xitoyningki yaqinqi yillarda bo'lib Xi Jinping hokimiyat chiqqandan beri markazlashtirayotgan siyosiy prinsiplarning ichida eng muhim halqiliq masala muqimlik masalasi mesela. Bu muqimlik masalasini endi bu Xi Jinping sahnaga chiqqandan keyin bo'lib o'zini mangulik prezident o'rniga chiqqandan keyin bu ijtimoiy jihatdan hukumatlar orasida bir social contract deymiz, bir to'xtamga men san muqimlikni mavjud qilib beraman, bexatarlikni mavjud qilib beraman, pul tepishga yo'l qo'yman. O'xshash vaqtda sen menga bergan imtiyoz bilan men dunyoga xo'ja bo'lman degan bir mesajni berish orqali, bir fikrni tushuntirish orqali o'zining bu mavjudiyatini saqlab kelayotgan ahvol botdi. Bu Amerika bilan elib berayotgan tijoriy urush masalasi, Hong Kong masalasi va Uyg'urlarga bo'lgan muomalasi orqali o'zining qandaq bir hokimiyatligini, qandaq bir partiya ekanligini dunyoga ko'rsatish bilan bular bir chak ketgan bir ahvol dedi. Endi bu chak qanchalik yo'g'inaydi, nada to'xtab qoladi? Buningga shu Xi Jinpingningki atrofidagi odamlari, masalan 2017-yilning o'zida bu 520 million odamni tutgan. Endi ashunga o'xshashlar mavjud bo'lsa, shuni fursat bilib, buningki hokimiyatini challenge qilish mumkin. Agar yana shu muqimlik, yana shu havoga havas bilan dunyo xo'ja bo'lamiz, bu o'tkinchi mazgil bir oy ishgandan keyin buni yana qutiga sog'iniladi, yana boshqadan barpo qilamiz desa, bular yana shu xato yo'lga mangadi. Endi bu yerda eng cho'ng bir omil bor. Hozir bu yerda supply chain degan bir hukm bor, tijoriy nimada. Bu Xitoydagi bu fabrikalar hozir taqoq. Oldingi Apple'dimi dedi, bizning bu qatamqi bu Kotr'dagi bu nimadan o'zini kutgandek bo'lmaydiganligini. Bu zavodlar qanday qiladi? Agar bu uzrab ketsa, bir oy bo'lsa, 2 oy bo'lsa, hozir ko'z qarashda kuzatuvchilar buni davom qilib 5-oylargacha davom qildiganligini ko'z tutyapti. Hozir karantin bo'lgandan nimasimi 100 millionga bordi.
Bundaq ahval astida bu qanday qilib asliga keltir. Asliga kelguncha buning dunyodagi multinational corporation, masalan, xalqaro tijorat qilgan shirkatlar, fabrikalar qanchalik buningga bardoshlik bera oladi. Xitoyning o'zining ichki iqtisodiy ahvoli uning qanchalik bardoshlik bera oladi va hozirgidek mushtaq desperate, mushtaq haqlar alaqsad bo'lgan vaqtda alaqsadlikchilikdan qalayim qanchalik chiqarmasin, qanday kontrol qila oladi. Bu masala siyosatning qayoq o'zgarishiga sebep bulduğan bir amillar deb görürəm. Bunda olsa Nuriye Efendi, Asiya xanım, bugünkü bu söhbətə kep alaydı qatnışmağınıza köp rəhmət. Sizə köp rəhmət. Sizə köp rəhmət. Hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımızğa diqqət bəginizə köp rəhmət. Kilər qitim görüşkəcə xuş vaxt bulunlar.